Bolam, men bir zo'r ovqat o'yladim. Samol go'shtni zo'r qilib pishirib bersang bo'ldi. Hop bo'ladi buvijon. Assalomu alaykum. Shu kungacha buvijonim bilan birgalikda hech ovqat qilib ko'rmagan ekanmiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, bu safargi video har doimgidan ham qiziqarliroq bo'ladi. Mol go'shtining shirali, qovurg'ali qismini videoda ko'rsatilgandek tayyorlab olib, ikki tomonni qizartirib olamiz. Go'shtimiz yana ham mazali ichish uchun qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, pomidor, sarimsoq piyoz, zira, kashin, tuz hamda ozroq rozmarin, 2 litr suv solib 3 soat past olovda dimlab qo'yamiz. Nonini tayyorlab olamiz. 1 stakan issiq suv, 1 qoshiq tuz, pista yog'i, un solib, xamir qurib olamiz. 10 minutga tindirib qo'yamiz. Suvalachchaga yasab olamiz. 10 daqiqa tindirib qo'yamiz. Nonni tayyorlash juda ham oson, muhimi tovoni issiqligi hamda aylantirib tursanglar, xuddi shunaqa ishib chiroyli bo'lib chiqadi. Orasini ochib ichiga masalliqlarni solasan. Go'shtimiz ham tayyor bo'ldi. Qozonda qolgan eng mazali joyini mayda qilib to'g'ralgan pomidor, ukrop, kashinch ustidan solib sous tayyorlab olamiz. Ko'rib turganingizdek go'shtimiz suylari ajralib ketib, shirali va mazali chiqdi. Bir marta shunaqa tayyorlab ko'rsanglar, doim shunaqa tayyorlaydigan bo'lasizlar. Buvijonim tayyorlab bergan nonlarning ichiga salat bargi, pomidor, uksusli piyoz, go'shtimiz hamda sous solib tayyorlab olamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, shunaqa o'zgacha taomlarni yaxshi ko'radigan yaqinlaringizga jo'natib, like bossanglar xursand bo'laman. E'tiboringiz uchun rahmat. Bismillah. Buvijon juda ham zo'r chiqibdi. Ayniqsa nonlarini boplabsiz. Baraka toping. Sen ham go'shtlarni juda mazali pishiribsan, juda zo'r bo'libdi.